Assalomu alaykum, bizni hurmatli YouTube kuzatuvchilar va obunachilarimiz. Navbatdagi oshxona mebelimizni ustunovka qilib bo'ldik. Bu joyimizda 460 joyga ustunovka qildik ishimizni. Xo'p, o'ng qo'lda rабочий stol, plastik solisi yaxshisi, kachествoli yaxshi, do'bulcha ichlari keng, sinsiklarigacha qilib berdik. Tovoq rezinovka bo'limga ishlandi. Oshxona vakuum holatda, davchi yo'qoladigan holatda bo'ldi. Doimgidek qoshiq fastavkalarimiz ichida davchi holatda yo'qoladigan bo'ldi. Mikronovka, duxovka tushadigan joylarini qilib berdik. Bu ishimizga mo'ka tushadi, xolodilnik tushadi, qolgani rабочий stol holatda qoldi. Tepa tomonida polkalik sushurka komplektimiz. Tepa kameralari ham 3 kameradan bo'lgan. Polkasi 2 talik, foydalanadigan joyi 3 qavatli bo'lgan. Tepa galagellari 3 xil holatda yoradi, ulatib qo'ysa chivali holatda yonib beradi. Polkalarimiz fonli ichlariga qo'yilgan holatda ishlandi. Materialimiz akril material, metallika, antras akril materialdan qilingan. Xo'p, eng chekiga xolodilnikni joylashtirdik. Ochilganda, yopilganda temirli holatda ishlangan. Tepasiga ichlarini keng qilib shkaflarni qilib berdik. Ishimiz to'liq ko'rinishi oddiy noshkasini ham eng yaxshi temirlik xizmat qiladigan yaxshisidan qo'yib berganmiz. Orqa fartuylarini granit qilib berdik. Bular ishimizda 1 metr pagonometrini 2 million 300 ming so'mdan tayyorlab berdik. Telefon nomerlarimizni shu video ostiga yozib qoldirib qo'yamiz. Doim xizmatinglardamiz.